Aya. Va aya qarang-da ya. Ana ko'chaga tarvuz sotib kelibdi, juring tarvuzalik hamma olib jabdi juring aya. Tarvuzchini so'ragan meni olib ketamakan. Agar meni olib ketaman desa, tarvuz tashib ketadi, mazzaq jeb olasizlar. Aya, shuni pulim yo'q desangiz bo'ladi-ku. Shu kallang yetmasa nima qilay pul yo'qligiga sening? Shu boshqa ko'ramasiz tarvuzchi. Aya, soat 4 bo'ldi. Hali ovqatingiz tayyor emasmi? Qornim dahshat ochqib ketdi. Prinsessamiz to'rda turishini bilmay qolibman-da. Tayyorlab qo'yar edim ovqatingni. Men dalaning ishlari bilan bo'lib, ovqat tayyorlashga ulgurmay qolibman. Sizning shu paytda turishingizni bilmay qolibman. Hozir 5 minut ichkarida yotib turing. Aniga chaypaylaringizni qilib beramiz. Ovqatlaringizni qilib, mazzaq jeb olasiz. Aya, shuni hali qilmam desangiz bo'ladi. Muncha utaverasiz. Men bu uyda cho'riman-ku, cho'ri. Sizlarga cho'riman, tayyor narsani tayyorlab beraman, olib kelmaysizlar sizlar shuni. Nimaga pit faqat kichkinaligimizda tushar ekan? Ha, siz yo'qmi ekan hech kimda? Arzi? Ha, ya. Ma. Nadirab keling. Jirab kelamiz. Ha, ya. Ha, salfetkani olib ber. Aya, shuni to'g'ri allama chaqirsangiz ham olib berasiz-ku. Oldingizda turibdi-ku, bitsangiz yetasiz. Nima to'qib qo'yibsan, sen bitta salfetkani olib bera olmasang, ya?